Assalomu alaykum Osiyo Hacker kanali a'zolari. Bugun o'sha soatnikka soat qo'yish videosini taxlashni birinchi qismi, ya'ni o'sha PHP'ni tahrirlashni o'rgataman. Uning uchun bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Oldin mana bu Telegramga masalan birorta PHP tashlaymiz. Shu programma bo'lsa o'zi kiradi. Mana shu PHP bo'lsa, sizlar kerak bo'lgan joyi mana bu yerni o'zgartirasizlar, mana bunikini. Keyin mana bu yerga birorta so'z yozdinglar bo'ladi. Bitta joyga xato bo'lsa, tahrirlashda ishlamay qolishi mumkin. Keyin buni mana bunaqa qilib saqlanib qilinadi. Shu to'g'rilaganlaringizdan keyin chiqib ketibman. Mana shu yerni bosiladi. Mana bu save as deb bosiladi. Keyin mana shu yerda mana plus bosib, mana bu save as, mana shu yerda saqlanib qilsanglar bo'ladi-da, nomini boshqa qilib. Xullas, keyin mana saqlanib qilingan bu.